Yaxshimisa? Ha, astoydil. Matematika to'garakka boryapman. To'garak? Ha? Nima qilasan keyin? O'qiyman? O'qishga kiraman. O'qim nima qilasan, Bu ahvolingni qara, qorayib, optoda borib kelasanmi? Ha, endi o'qito'rachi. Bo'pti. Kelinglar mana shaharga bitta kam. Kelinglar mana. Yaxshimisa? Muslim? Deymisan? Ha, astoydil, so'mkalar ko'tarib. Ha, o'zimiz eski narxoz o'qiyapman Andijon davlat texnika institutida. O'qib nima qilasan, 4 yil kontrakt to'lab, undan ko'ra pulni qilsang bo'lmaydimi? Belingda quvvat bor edi. Budjetda o'qiyman, axborot texnologiyalarida. Yo'q. Nima qilasan uni bitirib? Gap toshiysan, bunga axborot yetkazib, quloq bo'lasan bitirganingdan keyin. O'qiyman desam, boshqa yo'nalishlar ko'p. Logistika bor, iqtisodiyot, buxgalteriya, robototexnika, juda ko'p yo'nalishlari. Prosta bu sohada o'qisam, kiberxavfsizlikda man dasturchi bo'laman-da. Sen uni buni qo'y. Vaqti borida o'qib, sen ham boshqa ish topgin. Nimaga? Bitta yangi loyiha qilyapman. Robot taksist degan. Ishsiz qolasan. Olding bo'shmi? Bo'sh. Ona 4 yil bordi-keldi yo'l kelingan ancha pul olib ketadi. Yotoqxonasi bor. Chiq. Nektar is O'qib nima qilasan? Sol so'mkaga ish qil. Bakalashkalar yig'ish kerak.